Good morning. Allaqachon bizada ertalab soat 6:50 va bugun dushanba. Ya'ni bugun o'qish kuni va yana asosiysi bugun mening bir ikkinchi sessiyam, ya'ni yangi sessiyam boshlanadi va bugun mening yangi darslarim bor. Qani keting men bilan bir kunimni o'tkazishga. Bu havo sovuq va shamolli, daraxtlar qimirlashini. Hozir yuzimni yuvamiz. Keyin shu bilan vaqtim bor orada dars qilaman. An'anaga sodiq qolib bir bokal iliq suv ichamiz. Bugungi yangi darslarim bu har doimgidek Chinese, biology va info-sci klasslarim bor. O'shaning uchun ham ularni ochmadim, короче. Ketgan o'shaning uchun ozgina qurigan uchun moisturize qilamiz. Bizda hali 3 soat bor dars boshlanishiga, o'shaning uchun men oldindan kunimni plan qilib olaman va shu bilan birgalikda nimalar qilishim kerakligini va ba'zi bir ishlarimni ham tugatib olaman. Oxirgi paytlar Notion appni ishlatyapman. Oldin ishlatgandim, lekin unaqa ko'p shans bermagandim, but this time it's a game changer. Bitta narsani sezdim, kecha men bunaqa LED light solgandim. LED lightim juda ham kichkina ekan, 2 metr zakaz qilib qo'ydim. Oh my god. Soat 9 bo'ldi. Orada kameram zaryadkasi kam bo'lgani uchun o'chib qolmasligi uchun zaryadkaga qo'ydim va bu vaqt davomida plan qildim va Instagram Reels'imni edit qildim va captions qo'yapman. By the way guys, follow for my Instagram. Hali darsim 10:45 da boshlanadi bo'lgan, aslida soat 10 da ekan. Va soat 9:14. Let's go. Hozir make-up no make-up qilamiz, chunki yuzimga ozgina akneli chiqqan, shuning uchun ularni cover qilishimiz kerak. Parallel YouTube vlog olib, ham Instagramga Reels olyapman. Shuning uchun ham qanaqadir a little bit rush, lekin soat rushing again. Kiyinishim kerak va sochimni nimadir qilishim kerak. Kiyinib darsga ketyapman. Orada sal kech qoldim deb o'yladim. Shuning uchun bir ikkita narsalarni yo'lda surtib ketamiz. Birinchi darsim hozir CCT'da. Oldingi vlogimda ko'rsatganman qanaqa ko'rinishdaligini. Hozir o'sha yoqqa boramiz. Birinchi darsim yana Xitoy tili. Kech qolmadik. Hozir Xitoy tili darsim tugadi. Где-то 20-30 minutlar vaqtim bor. Hozir borib xonaga kofe ichamiz. Kofe lanchini fanatiman, shu sababli o'zimga kofe qilaman. Manda bean Starbucksdan dark roasted ko'proq dark deb qo'ygan, lekin unchalik darkligini sezib. Ko'pincha o'zini olishni xohlamayman unchalik. Shu bilan ili obed qilaman yoki birdaniga kechqurun ovqatlanaman, lekin ko'p ovqatlanmayman. Eng yomon narsa mana snack qilamiz oldik. Qo'yamiz. Taram. Darsga ketish kerak, chunki ikkinchi darsim 11:45 da boshlanadi. U soat 11:30 ga yaqinlashib qoldi.
8. Mana darslarim tugadi. Faqat bugungi birinchi haftaning darslari. Keyingi haftadan dushanba kuni soat 5:45 gacha dars bo'ladi. Soat 3:50 yaqinlashdi. Qornim ochadi. Endi hozir lunch qilamiz. Obed. Kutubxonadan chiqib ketaman. Hozir yotoqxonamga qaytdim. Hozir soat 5lar, soat 8-9larga qarab bitta joyda, ya'ni lokatsiyada video olmoqchi edim va shu bilan birgalikda ujin qilaman, ya'ni kechki ovqatimni. O'shangacha ishlarimni tugatib olaman degan umiddaman. Spring semestrda Duke'ga ketaman. Вообще 3 kun mendan so'ng nuqta o'tib ketdi va I can't believe it. Короче, grantga apply qilgandim va 10 kishining ichiga kiribman. Rostdan aytsam, orada rosa yig'lab olib, uydagilarga telefon qildim va bu narsani videoga olish esimdan ketibdi. Bu grant qanaqa? Grant 60,000 yuan, ya'ni $8,000 bo'ladi va bu esa meni Duke'ga o'qishimga ketishimni qoplab beradi. Bitta o'rtog'im Telegramdan yozdi, shu men kirdim deb, keyin emailimga qaradim, tekshirdim, kirmabman-da deb endi bunaqa qilib o'tirdim. Yana ko'nglim boshqacha bo'ldi, qani bitta email bosaychi deb bitta bosganimda shunday kelsa bo'ladimi? Asha jinni bo'lib qoldim borku. Menga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki keyingi videoda balki Amerikada video olayotgan bo'lishim mumkin. Assignmentlarimni ham tugatib oldim va soat 9larga yaqinlashdi. Hozir o'rtog'im bilan convenience store'ga borib video olib, birdan dinner qilay. Hello. Say salom. Salon. Male es mon coco. Yay! Coco begim motorcycle oldu. How are you? Very skilled at this, so very chill. Okay, so we need to open the helmet, but we only have it. Menga obuna bo'lishni unutmang, chunki keyingi videolar yanada qiziqroq bo'ladi. Shu bilan meni bir kunlik daily vlogim tugadi. Meni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat va menga obuna bo'lishni unutmang.